Qadrli yurtdoshlar, mana bugun Andijon viloyati Marhamat tumaniga tashrif buyurdik. Bu yerga Tepoideal zavodidan ishlab chiqarilayotgan Buran modeldagi 20 kilovatli kochyo'limizni dastavka qilib yetkazib berdik. Kochyo'limizni komplektatsiyalar bilan tanishtirib o'tamiz. Avtomatikamiz, termodatchi, zrimniy klapan hamda turbo ventilyatorimiz mavjud. Bularga bonus sifatida har bitta mahsulotimizga zavodimiz tomonidan shunaqangi tozalash uchun juda ham qulay bo'lgan instrumentlar albatta qo'shilib beriladi. Kimga shunaqangi ekonomичный, komfortli hamda ekologik toza kochyo'llar kerak bo'ladigan bo'lsa, marhamat quyidagi nomerlarga telefon qilinglar. Instagram, YouTube sahifamizga ham obuna bo'lib qo'ysalaring, shunaqangi ma'lumotlardan chetda qolmaysizlar azizlar.